Assalomu alaykum aka uka opa singillar, kimga Moskva, Sankt-Peterburg, Moskva taksi xizmatlari kerak bo'lsa bemalol ekrandagi ishonchli nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir 4 ta mashina yo'lga chiqqanmiz. Mashinalarimiz komfort. Kimga shunaqa taksi xizmatlari kerak bo'lsa bemalol ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz chista voditelimiz, unaqa pasretning o'rtada bo'lmaydi. Primo o'zimizga aloqaga chiqasizlar. Mana hozir yo'lda ketyapmiz. Akalarimiz olib ketyapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib Moskvaga yetkazib qo'yamiz. 4 ta mashina ketyapmiz hozir. Mashinalarimiz komfort. Shunaqa zapravkalarda yo'lda to'xtab perikur qilamiz. Dam olib 5-10 minut yana dash yo'l davom etamiz. Hozirda mana Capiat, Kia Optima, Skoda Octavia shu mana Kia Optima mashinamiz. 4 ta mashina hozir birdaniga yo'lga chiqdik. Xudo xolasa akalarimiz, opalarimiz chiroyli qilib manzildan manzilga kelishilgan narxlarda chiroyli qilib yetkazib qo'yapmiz. Kimga shunaqa taksi xizmatlari kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yo'llarimiz platniy yo'ldan yuramiz. Xudo xolasa bezakmentlar bo'lsa ham muammosiz chiroyli yetib olishga imkon bo'ladi. Yo'lda xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Peterdan kiramiz, Moskvadan chiqamiz. Manaqa zapravkalarda to'xtab, mofe qilib, benzinlar qo'yib, sekin yo'lga chiqamiz darshana. Mana hozir yo'lda ketyapmiz. Xudo xolasa yana 4 soat, 5 soat yo'limiz qoldi. Saharga yaqin xudo xolasa Moskvada bo'lamiz. Aka uka opa singillar, kimga shunaqa ishonchli taksi xizmatlari kerak bo'lsa bemalol ekrandagi ishonchli nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tanlovda adashib qolmaylar. Shunaqa mashinalar xizmat qiladi. Bemalol telefon qilaverasizlar.